Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz Borga Podcast YouTube kanalidasiz. Bu yerda futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar, transferlar, tahlillar va muxlislar fikrlarini birgalikda muhokama qilamiz. Agar siz ham haqiqiy futbol ishqibozi bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Endi esa kunning eng muhim futbol yangiliklariga o'tamiz. Bugungi eng shov-shuvli xabarlardan biri O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bog'liq. Terma jamoamizning tajribali futbolchilaridan biri Jaloliddin Masharipov Jahon chempionati uchun e'lon qilingan 26 kishilik yakuniy tarkibdan chiqarildi. Jurnalist Jaloliddin Qobiljonovning ma'lum qilishicha, futbolchi kengaytirilgan tarkibda bo'lgan, biroq yakuniy ro'yxatga kiritilmagan. Uning o'rnini esa navbahor vingeri Ruslanbek Jiyanov egallagan. Bu qaror futbol jamoatchiligi va muxlislar orasida turli munozaralarga sabab bo'lmoqda. Chunki Masharipov uzoq yillardan buyon terma jamoaning yetakchilaridan biri sifatida e'tirof etilib kelinayotgan edi. Shu bilan birga O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Kanada va Gollandiyaga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvlariga baho berdi. Italiyalik mutaxassisning ta'kidlashicha, Gollandiyaga qarshi bahslar jamoa uchun katta xalqaro tajriba maktabi vazifasini bajargan. Cannavaro o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida jamoa Jahon chempionati davomida qarorgoh bo'ladigan Atlanta shahriga yetib borganini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialdagi tarixiy ilk uchrashuvni Kolumbiyaga qarshi o'tkazadi. Shundan so'ng vakillarimiz Portugaliya va Kongo terma jamoalariga qarshi maydonga tushishadi. Endi esa Andijon klubi atrofidagi xabarlarga to'xtalsak. So'nggi kunlarda ayrim manbalarda yozgi transferlar vaqtida Andijon safini bir nechta futbolchilar, jumladan jamoa yetakchilari ham tark etish mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Top Podcast loyihasi ma'lumot bergan edi. Biroq ushbu xabarlar fonida Andijon fan klubi rahbari Nodir To'chiyev bunday ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, yozgi transferlar davrida jamoa yetakchilari klubda qoladi va aksincha tarkib yanada kuchaytirish ustida ish olib borilmoqda. Maqsad esa aniq, Superligada kuchli uchlikda bo'lish, O'zbekiston kubogini qo'lga kiritish. Shuningdek, bu yo'lda viloyat rahbariyati ham jamoani qo'llab turganligi qayd etilmoqda. Transferlar mavzusini davom ettiramiz. Namanganning navbahor jamoasi hujumchisi Katalonda Kati bilan xayrlashish mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Lochinlar uning o'rniga yana saviyali markaziy hujumchini olib kelish ustida ish olib borayotganligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, klub short-listida bir nechta tajribali va yuqori darajadagi hujumchilar o'rin olgan. Agar bu transfer amalga oshsa, navbahor chempionatning ikkinchi qismiga yanada kuchli tarkib bilan kirib borishni maqsad qilgan. Bu haqda Sobit Qadam Telegram kanali xabar berdi. Bugungi yangiliklardan ko'rinib turibdiki, oldimizda juda qiziqarli yozgi transferlar davri va tarixiy jahon chempionati kutib turibdi. Terma jamoamizning mundialdagi ishtiroki, Superliga klublarining transfer siyosati va yangi qarorlar futbol muxlislarini befarq qoldirmaydi. Sizningcha Masharipovning tarkibdan chiqarilishi to'g'ri qarormi? Andijon o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha oladimi? Navbahor yangi hujumchi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni, qo'ng'iroqchani yoqishni va Borga Podcast YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha futbol bilan qoling.